Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hörmətli televizor Bu haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımızın görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğun. Hörmətli televizor alban biz diqqətinizə bu hafta huzuruna sunmaq bolğan xəbərlərimizin əsas məzmununu yetirimiz. Diqqətinizdə Xitay Şərq Türkistanın cənubunu bir bütün hücum nişanına aylandırdığı mövzulu xəbərimiz oldu. Xitay sekretari Qin Huangguo 12 mart Qashqar Maralbeşi yığını açıb 3 martdan bu yan başlanğan Qashqardakı qattiq zərb beriş, hücum qilish hərəkətini bundan keyin texmo kuchaytirganligini bildirdi. Shunaqla Bashar Asad Xitoy bilan hamkorlashib Suriyadagi Uyg'urlarga zarb berganligini bildirdi. Suriya diktatori Bashar Asad Xitoy istixborot idorasi bilan Suriya istixborot idorasining hamkorlik o'rnatib Suriyadagi Uyg'urlarga zarb berganligini bildirdi. Shunaqla Turkiya Yevropa munosabatlari yiriklashmoqda mavzuli xabarimiz bo'ldi. Uzundan buyon Turkiya Yevropa munosabatlari o'rtasidagi yiriklashish eng oxirida Gollandiyaning Turkiya tashqi ishlar ministri va oila va ijtimoiy siyosatlar ministriga tutgan haddidan oshgan pozitsiyasi bilan texmo yiriklashishga qarab maqdi. Bu va bundan boshqa xabarlarimiz diqqatingizda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. O'zgarayotgan xalqaro vaziyat va Sharq Turkiston temasida yig'in ochildi. 10 mart Cuma günü İstanbul'daki Şarkı Türkistan Ma'rif ve Hamkarlık Cemiyeti'nin o'rinlashtirishi bilan o'zgarayotgan xalqaro vaziyat ve Şarkı Türkistan temasida yig'in ochildi. Yig'inda doktor Erkin Akram leksiya so'zildi. 10 mart Cuma günü İstanbul'daki Şarkı Türkistan Ma'rif ve Hamkarlık Cemiyeti'nin uyuşturushi bilan o'zgarayotgan xalqaro vaziyat ve Şarkı Türkistan temasida yig'in ochildi. Yig'inda doktor Erkin Akram leksiya so'zildi. Bu qitimqi yig'inda yana jamiyatning oylik suhbat uchrashishimi o'tkazildi. Yig'inga İstanbulda yashayotgan Uyg'urlardan ayol bo'lib 100 dan ortiq kishi qatnashdi. Yig'in Qur'oni Karim tilovat qilish bilan boshlandi. Vag'adiballohu alayhim va la'anahum va a'adda lahum jahannam va sa'at masira. Yig'inda oldi bilan jamiyatning raisi Hidoyatulloh O'g'izxon ekilish nutqi so'zildi. Hidoyatulloh O'g'izxon so'zida birlik va barobarlikka chaqiriq qildi va fikr ixtiloflarini qayirib, o'rtaq nuqtalar ustida birlashish kerakligini ta'kidladi. Rezil düşmandan qutulish uchun ta bugun chet eldan nega rohat vakin deb chiqsa, shu Xitoyning rezil düşmanligidan qutulib chiqqaniga qadar keynidan hozirgacha bizni uylarimizgacha, yaqinlarimizgacha, tuqqanlarimizgacha, telefonlarimizgacha mərədə aşxanlarımızgacha hammaga keynimizdan menib kelayotgan bu Xitoyga, bu düşmanga taqobil turishning bir yo'li biz o'rtaq nuqtalarni izlashimiz, bir-birimiz o'rtaq nuqtalar bilan yem turishimiz. Qanchalik yem tursak shunchalik sovuq bo'ron chapqon bizga o'tmaydi, issiq turimiz. Qachon bir qiyinchiliklar yuz berdi, bu o'tib ketadi inshaalloh. Buning bir chorasi وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا deki ayetinin mazmunu boyunca Allah'ın Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i Resulullah'a selef salihlerinin tutkan yolunu bizim tutumuz, erişimiz, birlik beraberlikimizde bozmayımız. Bu külbetlik küllerini kolumuzda mürümüzü yapıştırıp durup ötküzmez. Bu küller ötmüş bulup kalır inşallah. Aldığımızda eğer iman keltirsek, işensek parlaq gün var, işinmez Allah Teala. Çünki bu to'g'rida bizni zalolatga, qarong'ulikqa, zulmatga tashlab qo'ymaydi Alloh. Keyin diniy olim Ibrohim Damollam so'z qilib, vatan uchun xizmat qilishning ibodat hisoblanadiganligi to'g'risida Qur'oni Karim va hadis kitoblaridan dalil keltirib to'xtaldi. Üçüncü iş bizga tavsiya va kum minasajidinkin va'bud robbaka hatta yatiyakal yakin. Sen ölüm kelgani kadar bu davoni uchun tur. İbadet için tur, kulculuk için tur. Sen bir mezgil bir ibadet kılgan bolsan, bir mezgil bir davalar kılgan bolsan, bir mezgil mağlan bolsan, önündeyken leppede vazgeçme, aklını çekinme, namet olma. Bu dava vazgeçtiğin dava emas bu. Handa kılgan ölüm kelgen kadar. Şunda iddiyan tayarlık olsun ki, ben bunu vazgeçmeyme, aklımı yanmayma, davadır, ömürlük davadır. Ölgen kadar ben bu dava için türmen dişten ibaret, bu ibadeti kadar kılgan. Ben bu üç neresi kılsam, inna kefeynak. Biz sana yetimiz dedi Allah Subhanahu. Allah Subhanahu ve Teala biz
Bu ayetin mazmununa asasen cenimiz, tenimizden çıkan kadar, en ahirki nefsimiz kadar bu kulluknu özümüzün faaliyetlerde, hareketlerde kılışını Allah subhanahu ve teala muvaffak olsun. Kullukların en büyükü Mazlum Şarkı Türkistan Müslümanlara hizmet kılış. Mana bu kullukның en büyüküdür. Ahırda Doktor Erkin Akram özgürüvatkan xalqaro vaziyat ve Şarkı Türkistan degan temasida söz qildi. Tüzüm bo'lgan yerda kuch bor edi. Bu sebepten tufayli dünya qayanqam bir halda kirishga boshladi. Bizde bir gap bor, qalamqanchilikda bizim o'g'irlash degan. Belki Uyg'urlarninki bir ta'liy kelyaptimi, kelmayaptimi? Çünkü cho'ng davlatlar bir-birsiga ilishgan vaqtda kichik davlatlarga ehtiyoj duyuldi. Kichik davlatlar aqlli ishlatgan taqdirda onunla birlikte mahalle münasebeti hukumatla onunla birlikte tansiyon turib menfaatini qo'llaysan. 2 saat davom qilgan yig'in oxirida Doktor Erkin Akram yig'in ahlining xalqaro vaziyat va Uyg'urlar to'g'risida so'ralgan savollarga atrofli javob berdi. Yig'inning tafsilotini to'rimizdan tafsiliy ko'rib olasizlar. Xitoy 1 million 200 ming Uyg'urni yo'tkamoqchi. Xitoy 2022 yilning oxirigacha eng oz deganda 1 million 200 ming Sharq Turkistonlik yezi aholilarini tarbiyalab, yo'tkab ishga o'rinlashtirishni planlaganligini e'lon qildi. Tangritog to'rining 16 mart kunidagi xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Sharq Turkistondagi doiralari 14 mart kuni yezilardagi emgak kuchlarini kasbiy iqtidor bo'yicha tarbiyalash xizmatidan axborotlarni xabarlantirish nomida yig'in ochdi. Bu yig'inda bu yildan boshlab Sharq Turkiston yezilaridagi emgak kuchlariga qaratilgan umumyuzlik tarbiyalashni keng qanot yaydiradiganligi bildirildi. Xabar deyilishicha 2022 yilning oxirigacha eng oz deganda 1 million 200 ming Sharq Turkistonlik yezi aholilarini tarbiyalab, ularni yo'tkab ishga o'rinlashtirish nomida atalmish turaqliq mulkka mablag' silish turi qurilishining odam ishiltish ehtiyojini qondirish to'g'risida plan loyiha tuzilib bo'lgan. Xabarda bu plan tuzilgandan keyin navbatda Sharq Turkistonning har qaysi yezilarida emgak kuchlarini texnik jihatdan tarbiyalash nomida elib berilayotgan siyosiy vazifa rasmiy turda umumyuzlik boshlanganligi bildirilgan. Buni Xitoyning Sharq Turkistondagi doiralari bir tutash o'rinlashtirganligi tilga olindi. Qatlam siyosiy vazifa qilib belgilangan bu tarbiyalash atalmish avtonom rayon, viloyat, oblast, shahar, nahiya, rayon, yezi, bozor, kent qatorliq 5 darajalik o'rinlarning har biriga o'ziga xos maxsus mas'uliyat va vazifalarni yuklagan. Xabarda Sharq Turkistondagi yezi aholilariga qaratilgan bu atalmish kasbiy texnika bo'yicha tarbiyalashning qaysi sohalar bo'yicha elib berilganligi tilga ilinmagan bo'lsa-mu, ammo uning faqat Sharq Turkistondagi yezi aholilarini yo'tkab ishga o'rinlashtirishga kerakli til va muomalaga qaratilganligi faraz qilinmoqda. Xitoy doiralarining Sharq Turkiston aholilariga qaratgan assimilyatsiya siyosatining kundan kunga eshib berishiga ergishib, buning turlari har xil shaklda ijro qilinmoqda. Shuning bilan birga butun qaratmaliq Sharq Turkistondagi cho'ng kichik barliq Uyg'urlarga yuzlantirilganligi Uyg'ur kuzatuvchilarda andish paydo qilmoqda. Xitoy Sharq Turkistonning janubini bir butun hujum nishoniga oldi. Xitoyning Sharq Turkistonga avatgan sekretari Chin Chuango 12 mart kuni Qashqarning Maralbeshi noyasida muqimlik xizmati yig'ini ochdi va Qashqarda 3 martdan buyon elib berilayotgan atalmish qattiq zarb berish, hujum qilish harakati boshlagandan buyongi ahvollarni uqtirish bilan birga 13 mart kunidagi CGTV 2 kanalining xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Sharq Turkistonga avatgan sekretari Chin Chuangoning o'rinlashtirishi bilan uning muavini Ju Haylun 12 mart kuni Qashqarning Maralbeshi noyasiga berib, Aqsu, Qashqar, Xotan va Otish qatorliq rayonlarning maxsus muqimlik xizmati yig'inini ochgan. Yig'inda 3 martdan boshlab Qashqarda elib berilayotgan atalmish qattiq zarb berish, hujum qilish harakati boshlagandan buyongi ahvollarni uqtirish bilan birga bundan keyin yana qattiq kuchaytirish to'g'risidagi xizmatlarni o'rinlashtirgan. U so'zda Sharq Turkiston vaziyatining intayin xatarlik va keskin holatda ekanligini, muqimlik, terrorlik, qattiq zarb berish, hujum qilish ahvollarining halqiliq bosqichda turayotganligini, shunga barliq o'rinlar xavf engi, ba'zi engi, mas'uliyat engi turg'utish bilan birga berikmi mush tadbiridagi talablarni qat'iy amallashtirish, qattiq zarb berish, yuqori besim holatini izchil kuchaytirish va davomlashtirish,
qaldiq kuchlarni qezib chiqish, parda orqasidagilarni tepib chiqish, yip uchini aniqlash, to'liq tutish, to'liq yo'qotish, qaldiq kuchlarni qo'ymaslik, muqimlikka kafolat qilish kerak deganlarni o'ttirg'a qo'ygan. Undan boshqa yana oldini olish va tizginlashni kuchaytirish uchun jamiyatda atalmish saqchi punktlarini yanada ko'paytirish bilan birga ularning xizmat salmog'ini zo'raytib, armiya saqchi va xalq askarlarini birlashma harakatga keltirib, amaliy jang manevrini kuchaytirish, har vaqt ko'chalarni chorlash, cho'zi qurib tekshirish salmog'ini kuchaytirib, saqchi chiqarish nisbati, tekshirish nisbati, boshqarish nisbatini texima oshirish to'g'risida alohida to'xtalgan. U so'zdan nuqtaliq rayon, nuqtaliq o'rin, nuqtaliq omillarni bekitib va boshqarishni kuchaytirib, xizmat mas'uliyatini har bir odamgacha amallashtirish hamda siyosat, kuch, boylikning markaziy nuqtasini asosiy qatlamning birinchi sepiga qaratib, masjid boshqarish, yasli qo'sh til ma'arifiga yordam berish va markazlik tuzish qatorliq xizmatlarni xizmat guruhlarining kuchidan to'liq foydalanish, kent partiya yashayishisining birinchi qo'l boshlig'i va guruh boshlig'ini tanlab ishga qo'yib, kentni huddiga elish, kentda turib oilalarni huddiga elish, har bir oilalargacha kirib tekshirish va ta'lim tarbiya tashviqotini texmo kuchaytirish to'g'risida maxsus yo'l yo'riq bergan. U yana Xitoy yuqori darajalik organlar tarafidan Xotan, Qashqar, Otush va Oqsuv qatorliq Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan rayonlarga 6 haydakchilik qilish guruhi avatganligini tilga olgan. Hamda bu 6 guruhining bundan keyin barliq xizmatlarni texmo ching tutishi, javobgarlikni qattiq surishti qilishi, janubdagi bu 4 rayonni asos qilgan holda qattiq zarb berish, mudofaani kuchaytirish, tizginlashdan iborat bu 3 muhim xizmatga haydakchilik qilishi kerakligini uqtirgan. Oxirida u kim ideya jihati ahamiyat bermasa, xizmatni joyida ishlamasa, mas'uliyatni amillashtirmasa, istili turoqsiz siyosatni amaliylashtirmagan bo'lsa, vazifasini ado qilmagan, mas'uliyatsizlik qilgan, muqimlik jihati mas'ul ko'rilgan ahvollar yuz bersa, uning javobgarligini qattiq surishti qilish kerakligini ta'kidlagan. Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasi hay'ati Mahmad Akar bilan ko'rishdi. Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasi mas'ullari va jamoat oqsoqollaridan tarkib topgan 4 kishilik hay'at 12 mart kuni Istanbul millat vakili doktor Mahmad Mahdi Akar apandi bilan ayrim uchrashdi. 12 mart kuni tushdan keyin Turkiya Adolat va Taraqqiyot partiyasi muavin boshlig'i va Istanbul millat vakili doktor Mahmad Mahdi Akar apandining Turkiya asosiy qonuniga o'zgartirish kirgizish munosabati bilan Shvetsiya poytaxti Stokgolmning Pitya rayonida o'tkazilgan tashviqot yig'iniga alayda mehmon sifatida qatnashdi. Tushdan keyin soat 16 da dag'dug'uluq boshlanib, kech soat 19 atrofida oxirlashgan bu ahamiyatli yig'inda doktor Mahmad Akar apandi Turkiya asosiy qonuniga o'zgartirish kirgizishning zaruriyatlari, asosiy qonunga o'zgartirish kirgizilgan yangi Turkiya tasavvuri qatorliq temalarda muhim so'z qildi. Yig'indan keyin Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasi mas'ullari Mahmad Akar apandining sharafiga hozirlangan kechki ziyofatga qatnashdi. Ziyofat oxirlashgandan keyin Mahmad Akar apandi bilan ayrim uchrashib, axborotlardan xoli holatda do'stona holda suhbat elib bordi. Xitoy Turkiya to'g'risida yangi uchur berdi. Turkiyaning Yevropa ittifoqi davlatlari bilan bo'lgan yirikchilik mazgilini fursat bilgan Xitoy Turkiyaning intayin muhim bir davlat bo'lib hisoblanganligini Shanxay hamkorlik tashkiloti ramkasi doirasida munosabatlarni kuchlantirganligi to'g'risida uchur berdi. Xabariyati to'rining bergan xabarda Xitoy Turkiyaning intayin muhim bir davlat bo'lib hisoblanganligini bildirib, Shanxay hamkorlik tashkiloti ramkasi doirasida munosabatlarni kuchlantirganligi to'g'risida uchur berdi. 14 mart kuni Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hua Chunying Beijingda ochilgan axborot e'lon qilish yig'inida Shanxay hamkorlik tashkilotining sirtqi echib etilgan kuzatuvchi davlatlar bilan so'zlashish va hamkorlik elib berishda intayin muhim o'rinda turadiganligini bildirdi. Bir muxbirning Shanxay hamkorlik tashkiloti bilan Turkiyaning hamkorlikni kuchaytirishni xohlaydiganlik istaklarining ko'p qatim tilga ilinganligi, Xitoy doiralarining buningga qanday qaraydiganligi to'g'risida so'ralgan savolga Turkiya bo'lsa Yevropa va Osiyodagi intayin muhim bo'lgan bir davlat bo'lish bilan birga Shanxay hamkorlik tashkilotining muhim dialog sherikidir deb javob bergan. Hua Chunying yana Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo boshqa davlatlar bu jihatda o'xshash fikrda bo'lgan ahvolda Xitoy taraf bo'lish sifati bilan Turkiyaning Shanxay hamkorlik tashkiloti bilan bo'lgan hamkorlikni texmo cho'nqurlashtirish orzusini birlikda muzokara qilganligini bildirdi. Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikiston qatorliq davlatlar bu tashkilotga a'zo bo'lgan bo'lib, bu yil Shanxay hamkorlik tashkiloti energiya klubining bosqichli raislik vazifasini Turkiya ustiga olgan. Xitoyda yuqumli kasal yomg'irmoqda.
Yeni Akit Gezitining 14 mart kundagi xabarda Xitoyda keng tarqalayotgan yuqumliq kasallik bilan yuqumlangan kasallarning soni tez suratda ko'payayotgan bo'lib, ma'lum bo'lishicha 2017-yil 2-oy ichida 485 ming kishi bu yangi kasal bilan yuqumlangan va 1409 kasal bu sabab bilan o'lgan. Yangi Akit Gezitining 14 mart kundagi xabarda Xitoyda bu yil 2-oy ichida yuqumliq kasallik bilan o'lganlarning soni 1409 kishiga yetganligi bildirildi. Yaqindan beri Xitoyda keng tarqalayotgan yuqumliq kasallik bilan yuqumlangan kasallarning soni tez suratda ko'payayotgan bo'lib, ma'lum bo'lishicha 2017-yil 2-oy ichida 485 ming kishi bu yangi kasal bilan yuqumlangan va 1409 kasal bu sabab bilan o'lgan. Xitoy Xalqaro sog'lomlik va oila planlash komiteti oshkorlagan ma'lumotda bu yil bir oy ichida Xitoy tavasida bu yangi yuqumliq kasal bilan yuqumlanganlarning umumiy soni 485.649 ga yetganligi tilga olingan. Bu vaqtdagi dokladda bildirilishicha, o'lganlarning ichida 1097 AIDS, 142 tuberkulyoz, 61 qush sukumi qatorliq yuqumliq kasallik bilan yuqumlanganlar bor bo'lib, yana boshqa kasal bilan yuqumlanib o'lganlar 109 ekan. Sharq Turkiston O'limalar birligi Gollandiyaga qarata bayonot e'lon qildi. Sharq Turkiston O'limalar birligi Gollandiya hukumatining Turkiya Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu'nun 16 aprel asosiy qonunga o'zgartirish kirgizish planini xalqning ovoziga qo'yish saylimini tunishtirish faoliyatiga to'sqinlik qilganligiga, shuningdek oila va ijtimoiy ishlar ministri Fatima Batul Sayan Kaya xonimning Gollandiyadagi Turkiya Cumhuriyeti elchixonasini ziyorat qilishiga to'sqinlik qilganligiga va Gollandiyada yashayotgan turk xalqiga tutgan muomalasiga norozilik bildirib bayonot e'lon qildi. Türkiye'de faoliyat elib berayotgan Sharq Turkiston O'limalar birligi Gollandiyaga qarata bayonot e'lon qildi. E'lon qilingan bayonotda monolar tilga ilindi. Sharq Turkiston O'limalar birligi bo'lish sifatimiz bilan Gollandiya hukumatining Turkiya Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu'nun 16 aprel asosiy qonunga o'zgartirish kirgizish planini xalqning ovoziga qo'yish saylimini tunishtirish faoliyatiga to'sqinlik qilganligiga, shuningdek oila va ijtimoiy ishlar ministri Fatima Batul Sayan Kaya xonimning Gollandiyadagi Turkiya Cumhuriyeti elchixonasini ziyorat qilishiga to'sqinlik qilib, Gollandiyada yashayotgan turk fuqarolari bilan Rotterdam shahrida uchrashishiga to'salg'i bo'lishi va buning bilan to'xtamay mazkur shaharda to'plangan turklarga insonparvarlik va axloqqa xilof muomala qilib, ularni ishlarga talatish va otlarga bostirishiga qat'iy norozi bo'lganligi haqida bayonot e'lon qildi. İslamga va musulmonlarga bo'lgan uzun tarixiy nafrat va adovati bilan tunilgan Gollandiya hukumati bu qilmishi bilan Viyana ahdnomasiga rioya qilmaslik bilan birga xalqaro qonunlarni oyoq osti qilib, xalqaro qonundagi to'planish va sayohat qilish erkinligiga zo'ravonlik bilan qarshi chiqqan. Gollandiya hukumati bu qilmishi bilan g'arbda avj olayotgan islom dushmanligi va irqchilik o'tining ulg'ayishiga sabab bo'lyotdi. Sharq Turkiston O'limalar birligi bo'lish sifatimiz bilan ularning bu zo'ravon qilmishiga qat'iy norozi ekanligimizni bayon qilamiz va Turkiya davlati va xalqining yenda turib, islom dushmanligi va irqchilikka o'xshash jinoyatlarga la'nat o'qiymiz. Sharq Turkiston O'limalar birligi. Asad Xitoy bilan hamkorlashib Suriyadagi Uyg'urlarga zarb berganligini bildirdi. Bashar Asad Xitoy istixborot idorasi bilan Suriya istixborot idorasining hamkorlik o'rnatib, Suriyadagi Uyg'urlarga zarb berganliklarini bildirdi. Turkiya ovozi radiosining xabar qilishicha, Bashar Asad Hong Kongdagi Sumruq televiziya kanalining ziyoratini qabul qilib, Suriya bilan Xitoy istixborot organlarining hamkorlik o'rnatib, Şinjandan Turkiyaga kelib, bu davlatdan Suriyaga ketgan Uyg'ur terrorchilariga qattiq zarb berganliklarini bildirdi. Asad munularni degan: Suriyada 80 dan ortiq millatdan terrorchi unsurlar bor. Bu ahvol boshqa davlatlar bilan hamkorlik o'rnatishimizni taqozo qiladi. Bo'libmi istixborot sohasida hamkorlik o'rnatishga to'liq ehtiyojimiz bor edi. Shunga Xitoy istixborot idorasi bilan hamkorlik o'rnatib, Turkiya orqali Suriyaga kelgan Uyg'ur terrorchi unsurlarga zarb berish uchun harakat elib beryapmiz. Suriyada har xil millatdan bo'lgan terrorchi unsurlar birlikda harakat qilyapti. Lekin guruhi holatida harakat qilayotganlarmi bor. Navbatda Xitoy istixborot idorasi bilan bizning istixborot idoramiz terrorchilarga zarb berish uchun hamkorlik o'rnatib, ko'rinarli natijalarni qo'lga keltirdik. Bu sohada zo'r tajribalarni hosil qildik.
Suriyaning Xitoydagi elchisi Imad Mustafamo bu vaqtda to'xtalib, Suriyada Şinjandan kelgan taxminan 5000 terrorchining borligini ilgari surdi. U yana 2015-yil Suriya Turkiya chegarasida qo'lga tushgan 913 chet ellik terrorchi unsur ichida 324 ning Şinjanlik ekanligini bildirdi. 2015-yil iyulda Beijing doiralari Turkiyani Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlaridagi ba'zi turk diplomatlarning Uyg'urlarning Suriyaga berib urushga qatnashishiga yordam qilish bilan ayblashiga qarata Turkiya Tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qilib, Beijingning bu bayonotining to'limi asossiz va bema'ni ekanligini bildirgan edi. Filippin Xitoyga qarshi cho'ng bir qadam oldi. Filippin rahbari Rodrigo Filippin dengiz armiyasiga davlatning sharqidagi Xitoy bilan jiddiychilik yuz berayotgan rayonga bo'lgan egilik huquqini yurgizish uchun munosabatli qurilishlarni elib berishga buyruq berdi. Filippin rahbari Rodrigo Filippin dengiz armiyasiga davlatning sharqidagi Xitoy bilan jiddiychilik yuz berayotgan rayonga bo'lgan egilik huquqini yurgizish uchun munosabatli qurilishlarni elib berishga buyruq berdi. 13 mart kuni Filippin raisi Rodrigo Duterte Xitoyga qarshi cho'ng bir harbiy qadamga qadam elish to'g'risida yo'l yo'riq bergan bo'lib, u so'zda o'tgan yili Xitoyning bir ko'ztish kemasi bayqalgan rayonga Filippinning egilik huquqini yurgizish uchun asosiy ul qurilishlarini elib borganligini bildirgan. Ammo qanday asosiy ul qurilishlari elib borganligi to'g'risida tushuncha bermagan. 2012-yil BDT bir qaror chiqargan bo'lib, bu rayonning Filippinga tava ekanligiga hukm qilgan edi. Filippin doiralari Benham deb ataladigan bu rayonning har xil boyliqlarga to'lgan rayon ekanligini tilga elib kelmoqda. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bu rayonda o'zlarining kemalarining bor ekanligini tan olgan bo'lsa-mu, ammo buning normal ko'zitish huquqi ekanligini, shundaqla bu kemalarning ziyon keltirmagan holatda bu yerdan o'tish haqqi borligini tilga olgan. Filippin ministri Delfin Lorenzana Xitoyning bu so'zlarini qabul qilg'ili bo'lmaydiganligini hamda bu kemaning ziyon keltirmagan holatda o'tish chekidan eshib ketganligini bildirgan edi. Yaponiya urush kemasi Xitoyga tahdid soldi. Yaponiya o'zining eng cho'ng urush kemasi bo'lgan Izumo'ni Janubiy Xitoy dengiziga avatish planini tuzmoqda. Kema 5-oydan boshlab 3 oy Janubiy Xitoy dengizida harakat elib boradi. Singapurda chiqadigan Straits vaqt gazeti Yaponiyaning 248 metr uzunlikdagi tikuchar aeroplan qo'nalaydigan kemasi Izumo'ning 5-oydan boshlab 3 oy Janubiy Xitoy dengizida harakat elib borganligini bildirdi. Gazetning bu vaqtda bergan xabariga qaraganda, rayonda Amerika kemalari bilan birlikda qatnash erkinligidan to'liq foydalanishni amalga oshirmoqchi bo'lgan Izumo nomli bu kema yaqinda Hindi okeanda Amerika va Hindiston tarafidan birlikda elib beriladigan manevrga qitilganligini bildirgan. Izumo nomli bu cho'ng kema Singapur, Indoneziya, Filippin va Sri Lanka qatorliq davlatlarning portlarida faoliyat elib boradi. Dünya dengiz ticaretining eng muhim o'rinlaridan biri bo'lgan Janubiy Xitoy dengizining ko'p qism rayonlarida Xitoy doiralari egilik huquqi da'vosini qilib kelmoqda. Yaponiya bu rayonga nisbatan egilik da'vosi qilmasa-mu, ammo Amerika bilan birlikda Xitoyning bu rayonga bo'lgan huquqini asla qabul qilmay kelmoqda. Xitoy Shimoliy Koreyani urush kelib chiqishdan ogohlantirdi. Xitoy bosh ministri Li Keqiang Shimoliy Koreyaning yaqinqi mezgillarda Osiyoning sharq-shimolida elib berayotgan harakatlarining rasmiy urushga yo'l ochadiganligi to'g'risida ogohlantirish chiqardi. Sabah gazetining 15 mart kunidagi xabarda deyilishicha, Xitoy bosh ministri Li Keqiang Beijing Tiananmen maydonidagi Xalq cho'ng saroyida axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, Shimoliy Koreya yadro faoliyatlari, Janubiy Xitoy dengizi va Tayvan masalalari to'g'risidagi munosabatlik masalalar haqida to'xtaldi. Li Keqiang orolda tinchlik va muqimlikni saqlash uchun yadroga munosabatlik faoliyatlarni so'zlashish yo'li orqali hal qilish kerakligini tilga olgan. Hamda Xitoyning bu to'g'rida BDTning Shimoliy Koreya to'g'risidagi qarorlariga uyg'un faoliyat qilayotganligini eskartib o'tgan. U so'zda Pyongyang doiralarining yaqinqi mezgillarda Osiyoning sharq-shimolida paydo qilgan jiddiychiliklarni barliq taraflarning o'rtaq kuch chiqarishi natijasida hal qilishini umid qilamiz. Kimmo o'z ishiga oldida doim xapliq bo'lishni xohlasin degan. U yana Xitoy va Janubiy Osiyo davlatlari birligining Janubiy Xitoy dengizi to'g'risida muzokara va so'zlashish elib berishi kerakligini, shunaqla bu sohada bo'layotgan talash-tortishlik masalalarda ilgirlashlarning qo'lga kelayotganligini, shunga Amerikaning bu rayonlarda masala paydo qilish emas, balki yaxshi fursatlarni berishi kerakligini bildirgan.
Li Keqiang so'zida Xitoyning asosiy qonuni bo'yicha Tayvan mustaqilligiga qat'iy qarshi turadiganligi, ikki tarafning cho'qim tinchlik asosida masalani hal qilish bilan birga Tayvanda Xitoy asosiy qonuni yurgizilishi, undan boshqa ma'rif va ijtimoiy hayotga munosabatli sohalardagi siyosatlarni o'zi belgilashi kerakligini tilga ilib o'tgan. Türkiye-Yevropa munosabatlari yiriklashmoqda. Uzundan buyon yiriklashayotgan Türkiye-Yevropa munosabatlari eng oxirida Gollandiyaning Türkiye tashqi ishlar ministri va oila va ijtimoiy siyosatlar ministriga tutgan haddidan oshgan pozitsiyasi bilan texmi kuchaydi. Yaqinqi mezgillarda Yevropaning Türkiye'ga bo'lgan munosabati yiriklashishga qarab mengayotgan bo'lib, buning asosliq sababini Türkiye'ning hozirgi ichki va tashqi siyosatiga munosabatli deb qarashga bo'ladi. Çünkü Türkiye'deki İslamlaşış ve milli ağının küçüyüşünü özlerine tehdit deb bilgen Yevropa, Türkiye'nin Erdoğan hakimiyetiga her xil şekillerde karşılıkını ifadalab geldi. Türkiye mi bununla qarata özünü qoğdaşqa tirishmoqda. 15 iyuldagi harbiy isyondan keyin Türkiye tarafda turmasdan balki Erdoğan'a qarshi safda turishqa va Erdoğan'a qarshi kuchlarni kuchaytirishga urinayotgan Yevropa, aldığımızdaki 16 aprel Türkiye'de umumi avazga qo'yiladigan asosiy qonunni o'zgartish saylamaga buzg'unchilik qilishga urinib kelmoqda. Bo'lib bu Gollandiyaning Türkiyelik ministrlarga qarshi natsistlarcha pozitsiya tutishi natijasida yuz bergan diplomatik krizis sababidan ikki davlat o'rtasidagi yuqori saviyadagi munosabatlar to'ngiltib qo'yildi. Shu munosabat bilan Gollandiyada namoyish elib borgan turklardan 7 turkning yaralanganligi, 12 kishining tutqun qilinganligi va soqchilarning namoyish qatnashgan turklarni ishtiqtalatganligidek vahshiyliklari axborotlarda keng yer oldi. 11 mart kuni Gollandiya doiralarining Türkiye tashqi ishlar ministri Çavuş o'g'lining Gollandiyaga kirishiga ruxsat qilmaganligi va oila va ijtimoiy siyosatlar ministri Batul Sayan Qayani Türkiye'nin Rotterdamdagi elchixonasiga kirgizmaganligidek bir qator nomussizliklardan keyin Türkiye Gollandiya parlament a'zolari do'stlik gruppasi musha hafta ichida amaldan qoldirilganligi va rasmiy ziyoratlar uchun Türkiye'ga keladigan diplomatlarning kelishimi man'iy qilinganligi Türkiye doiralari tarafidan o'ttirg'a qo'yildi. Undan boshqa yana Germaniyaning Bild gazeti Türkiye'ga qarshi irqchilik va dushmanlik bilan to'yingan xabarlarga o'rin bergan bo'lib, hatto PKK terrorlik tashkiloti va DHKPC mansublarining erkin azodi harakat elib berish, a'zo qabul qilish, iqtisod to'plash va qora tashviqot bilan shug'ullanish qatorliq faoliyatlari kengri qo'yib etilmoqda. Shveysariyami o'zining axborotlarida Cumhur Rais Erdo'g'onga qilingan haqoratlarga va Turkiyadagi umumiy xalq ovozga qo'yish faoliyati to'g'risida har xil qaymoq turg'uchi va o'sak so'zlarga o'rin bergan. Natijada buningga qarata Turkiya tashqi ishlar ministrligi tomonidan qattiq norozilik bildirilgan. Hürmetli televizyon şuna qilib bu haftalik istiqlal xabarlari programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishga sizlardan Janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasiga barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.